Agar bitta like bossangiz, bitta odam mushkuli bitib ketadigan bo'lsa, bosing o'sha like ni qizg'anmang. Bu joyda like uchun ish bo'lmayapti. Lekin bitta narsani bilinglar. Likeimiz qancha ko'p bo'lsa, qancha ko'p qizartirsalaring like'ni, mana shu uyimiz tezroq bitadi. Chunki bu uyga muhtoj bo'lib turgan odamlar, yoshi katta odamlar. Otaxonimiz bir joyda insultlar, onaxonimiz boshpanasizlikdan qiynalyapti. Do'stlar, mana shunday yaxshi ishlarda mo'min musulmonlar bir-birimizni poddershka qilsak, inshaalloh Robbimning va'dasi ulug'. Plastigingizda Xudo bergan ozgina bo'lsa ham pul bormi? Bemalol plastik kartalarga tushirishlar mumkin. Inshaalloh bu devor qo'shni bilan o'rtanib bo'lish bo'lsa, do'zaxdagi o'tdan to'sadigan devor bo'ladi. Siz bilan biz uchun agar qo'shilsalar, bu yaxshi ishga dalolat qiladigan ish. Qo'rqmasdan like bosadigan ish. Qo'rqmasdan 10 ta 15 ta jannatga oshiq bo'lgan odamlaringizga jo'natadigan ish bu. Kartangizdan 15 ming 20 ming tushiryapsizmi shu onamizga? Xavotir olmang, o'zingiz uchun ehson qilyapsiz, birov uchun emas. Chunki berganingiz sizniki, olib qolganingiz emas. Shunday ekan do'stlar, ozgina pulingiz bo'lsa ham qizg'onmang. Mana shu uyimiz bitadi, duolarini birgalashib olamiz. Sharoitlar ko'rib turibsizlar do'stlar. Tezroq bitkazmasak bo'lmaydi. Bundan oldingi videolarda ham befarq bo'lmadilaring, uyimiz deyarli ancha bitib qoldi. Yana poddershkalarga keling. Qo'llaring ishlayapti-yu, like bosinglar. Qo'llaring ishlayapti, kommentariyada duo qilinglar. Qo'llaring ishlayapti. Megabaytlaring bor. 10 ta do'stlaringga jo'natib, istoriya qo'yib bersalaring ham inshaalloh bitadi. Va bitib keldi ham shu kungacha. Mana shu harakatlaringiz.